Toshkent shahar Toshkent viloyatiga $1700 bilan olib ketsinlar. Oho. 3 yilga. Damas'da 1700 bilanmi? Jahlim chiqsa 1600 bilan ham berib yuboraman. Siz oltin yomon ko'rasiz-ku aka? Yana bo'lmasa. Nozik joyda ushadi aka. Pasti. $1590 bilan Yana bo'lmasa. 3 yilga bo'ladigan bo'lsa bor-ku. Ha. $2000 bilan beraman. Yana bo'lmasa do'stlar. 10 ta Cobalt qo'ydim. $2000 bilan 3 yilga. Aka sizdan ham arzonini grafikini olib kelsa-chi? O'shandan ham $200 arzon qilib beraman. Yana bo'lmasa. Aytsak ham sotyapmiz-ku. Bozorga borgun. Bironta mashina pitno yo'qda. Ha. O'zi 80% da pitno bor. Mayda chuda qilib o'tirmayman. $300 bilan berib yuboraman. Toshkent shahar Toshkent viloyati bo'ladigan bo'lsa 3 yilga $1000 bilan olib ketaversinlar. Yana do'stlar. Hamma basfasakin. To'g'ri aytyapsiz. Hamma bir 500 yil yashaydiganda yuguryapti hozir. Zavodning narxidan kamiga mana olib ketsinlar. To'g'ri aytyapsiz. $7500 bilan. Kimgadir ko'z qilish yoki bo'lmasa bu misol ehson bilan o'zimni tanitish, unaqa niyatimiz yo'q bizda. Ha. Bizda mana shu moshin bilan o'zimizni xalq tanib turibdi, shunisiga shukr qilamiz. Shuni o'zi yetarli. Pulim ko'payib ketsa, men ham ehsonchi bo'laman deb niyat qilgandik-da. Allohim shu kunlarga yetkazdi, Xudoga shukr.